Hej hammaga sizlar bilan birgalikda e'tibor qilmaysizlar bugungi sizlar bilan Alex Minecraft va bugungi videomizda serverim haqida gaplashamiz. Mana ketdik. Bu qanaqa server desanglar do'stlar, mana hozir ko'rsataman. Disconnection qilamiz edi. Hozir ko'rsataman. Mana o'sha server. Shuni ustiga bir bo'lsa edit. Mana Bunyod küçük. Bunyodus.at.nosmi.ru buning dostupniy serveri. Ustiga join server qilasizlar. Hozir kirganda ko'ramiz. Mana kiryapti. Boshidan kiramiz. Join server. Hozir kiradi bu. Mana kirgandan so'ng parolni kiritishimiz kerak bo'ladi bunachalar. Mana parol so'rayapti. Chatga keyboardni bosamiz. Keyin esa loginni bosamiz. Sizlardan register deb so'raydi. Registrdan 1dan 6gacha parollarni 2 marta takrorlaysizlar. Mana shunaqa guvohman. Mana 1dan 6gacha. Hozir onlayn bo'lyapti, kirishinglar mumkin. Buni ochildi. Mana shu yerda spam bo'lasizlar. Mana bu yerda mini o'yinlar, hardcore, kreativ, survival o'yinlar bor. Bular hozircha ishlamaydi, lekin sizga qaraydi. Bu yerda narsa ko'rib bo'lmaydi. Mana ko'p bilaman, lekin men adminman hozir. Mana bu yerda do'kon bor, sotib olishingiz mumkin. Mana bunda iti bor. Mana buni esa men ko'rdim. Xohlagancha o'ynashinglar mumkin. Yana aytgancha bunda xohlagancha skinlar qo'yish mumkin. Mana skin. Masalan, Grox deb yozamiz. MC o'zgaradi. Mana Grox o'zgardi. Endi kompotnikini o'zgartiramiz. Skin deysizlarda kompot deymiz. Mana kompotniki. Salom do'stlar, sizlar kompot. Va bu yerda Technoblade ham bor. Hozir Dreamnikiga o'tkazib olay. Mana Dream. Sizlarni o'yin serverda kutib qolaman. Mana bu yerdan tushib keladi va uylar bor. Mana do'stimning bunasining bitta hozi. Xohlagancha uy qurishinglar mumkin. Mana do'stimning uyi. Mana nima? Bitta yashirin buni ham bor ekan bunisi. Mana yuqori. Mana uyni ko'rsataman hozir. Hali ko'p bitkazmagan. Mana uy. Hozir ko'rsatib o'tiraman bunachalar. Qo'limda bitta narsani yo'qotib oldim. Bunachalar hozir ko'rsataman. Mana bu yerda mebellar bor. Bu yerda silixonalar ham bor. Hamma xohlagancha mana yuqori hali bitkazildi. Bugun bitkazildi. Mana bizning serverimizga qo'shilishinglar mumkin. Hozir obunachilar sizlarga bitta narsa. Obunachilar ovozini to'g'rilab olaman. Va mana uyim. Sizlarni taklif qilaman serverimga botda survival qilishinglar mumkin. Xohlagancha mana bu yerda survival mana. To'g'riga borasizlar, xohlagan uylarni ko'rasizlar, kreativ belasizlar. Mana shu yerdan hamma xohlagan uylaringizni qurib olishinglar mumkin. Men baho beraman. Serverimda kutib qolaman. Bunyod küçük chat nosmi.
Mana server IP'sini ko'rsatdim. Hozir versiyalar 1.12.2 dan 1.16.5gacha. Bedrock versiya 1.21 versiya uchun faqat hozir ko'rsataman sizlarga. Mana Bunyod.uz Atenos.me ni bosasizlar. Mana shu mana Bunyod.uz Atenos.me deb yozasizlar. Men hozir o'yinda yuribman. Yerdagi narsalarni buzsanglar ban berilib olasizlar. U uylarning narigacha uylar qo'shilishi mumkin. Bugungi video shu bilan tugamoqda do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Kanalga. Sizlarga bunaqa bloglar beraman. Mana. Kanalga obuna bo'linglar. Serverimda sizlarni kutaman. Hozir